Assalomu alaykum hammaga. Buyuk Avtokredit jamoasi YouTube damiz faoliyatini boshladi. Bugun sizlar bilan Sergeli mashina bozoridagi narxlar bilan tanishib chiqamiz. Videoni ko'rishdan avval obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Qayerdan arzon mashina topsam bo'lar ekan deb yurgan tanishlaringizga videomizni jo'natib qo'ying. Xo'sh, boshlaymiz. Aniqroq sizlarga aytsam, o'zimizda bor mashinalar bilan tanishtirib chiqaman bugun. Birinchi ko'radigan mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Kia K5 mashinamiz. Mashinamiz bosib o'tgan masofasi atigi 70 ming. Kraskalari toza. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz narxi 21 ming. Agar kredit variantini qilaman deydigan bo'lsangiz, mana 2000 dollar boshlanish to'lov bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi mashinamiz. Mashina hamma tomonini ko'rsataman. Sal kamchilik bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Chunki hali endi kontent qilishni boshlashimiz, hozir kamchilik bo'ladi. Kamiga o'zlaringiz qo'llab olasiz degan umiddaman. Mana. Ikkinchi ko'radigan mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Gentramiz. Metan gaz qo'yilgan, polniy navorочный Amerikancha Optra originaldan qo'yilgan. Polnisi shumka bo'lgan. Mana salonlarini ham ko'rsataman. Merstrul Mercedes qo'yilgan. Bu mashinamiz naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsanglar 10500. Agar kredit orqali xarid qilamiz deydigan bo'lsanglar 500 dollarga ham chiqazib beramiz. Hamma xarajatlar ichida o'zimiz qilib beraveramiz. Mana. Xullas tayyor mashina. Mashina olasiz, minasiz, xarajat qilib o'tirmaysiz. Keyingi ko'rsatiladigan mashinam ikkovi ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bittasi bezlik, bittasi lyukli. Ikkalasi ham avtomat. Lyukli variantidan boshlaymiz mana. Kraskalari top-toza. Shumka bo'lgan. Gazi ham bor bonusiga. Tonirovka ruxsatnomasi ham bor. Mashinamiz naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsanglar 13100 dollar. Agar kredit orqali xarid qilmoqchi bo'lsanglar 1500 dollar bilan hamma xarajat ichida olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Probeklari 50 ming bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin oylik to'lovlarini. Salon holatlarini ham ko'rsataman. Hech qanaqa ayb yo'q. Salon holatlari ham yengilib turibdi. Video registratorlari ham bor. Mana do'stlar. Keyingi mashinamiz, bu ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Faqat lyuksiz varianti. Amerikancha Optralar qo'yilgan. Bu mashinamizdan polnis shumka bo'lgan, gazi bor. 16 diskalar qo'yilgan. Mana yaxshi diska balonlar, yumshoq. Probegi 29 ming bo'lgan. Bu mashinamiz ham 1,5 ming dollar boshlanish to'lovi bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Oylik to'lov mana shunday bo'ladi. Naqdi bu mashinamiz ham 13100 dollar. Mana. Keyingi ko'rsatadigan mashinam 2020-yilda ishlab chiqarilgan
Mexanika korobka Gentramiz. Mashinamiz holatlari yaxshi. Mashinamiz tan narxi 9000 dollar, azizlar. Ikkitami, uchta joyda kraskasi bor. Mana 145 ming yurgan. Metan gazlari bor. Bosh to'lov atigi 800 dollar bilan mana shu grafik bo'yicha olib chiqib ketsanglar bo'ladi mashinani kreditga. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa 9000 dollar. Mashina holatlarini mana ko'rsataman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Atigi 800 dollar boshlanish so'rovi bilan hamma xarajati ichida qilib beradi. Naqd pul bo'lsa 9000 dollar. Qaytarib o'tdim. Keyingi mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Nexia 3 mashinamiz. Mashinamiz yurgan masofasi atigi 44 ming bo'lgan. Kraskasi почти toza. Bitta mash krilosining tagida petnochi sepilgan kraskasi bor. Mashinamiz narxi naqd pulga 9200 dollar. Agar kredit bilan xarid qilmoqchi bo'lsanglar, 1200 dollar boshlanish to'lovi bilan chiqib ketadi. Oylik to'lovi 3700 dan bo'ladi. Yaxshi diskalar qo'yilgan, mana avtomat korobkaning diskalari qo'yilgan. Tonirovka qilingan. Salon holatini ko'rsataman, azizlar. Salon holatlari ham top-toza turibdi. Atigi 44 ming yurgan. Keyin ko'rsatadigan mashinamiz BYD Chazor mashinasi. Eng full. Mashinamiz tan narxi 21 ming dollar. Kraskalar top-toza. Mana shartlarini ko'ramiz. Mashina 21 ming dollar, yurgan masofasi 24 ming atigi. Mashinamiz yili 23-yil. Oylik to'lovlarni mana ko'rishingiz mumkin. 5500 dollar bo'lsa kredit olib ketsanglar bo'ladi, azizlar. Holatlarni mana ko'rsataman. Tonirovkalar bo'lgan. Bu ko'rayotgan mashinalar hammasi o'zimizda bor mashinalar. O'zimizda mavjud mashinalar. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra mashinasi. Mashinamiz probeklari 190 ming bo'lgan. Mashinaning narxi 9400 dollar. Eng qiziqarli joyi, agar kreditga xarid qilmoqchi bo'lsanglar, atigi 500 dollar bilan hamma xarajati ichida qilib beramiz. Oylik to'lovlari ham 4700 dan 4 yilga chiqadi. Mashinamiz ikkita, uchta joyda kraskasi bor, lekin hech qaysisi ichiga o'tmagan. Holatlari bilan tanishtiraman, ko'rishingiz mumkin. Metan gaz qo'yilgan. Mana bu rul ustanovka qilingan, shumkasi ham bor 4 teshikda. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha mashinalarimiz bilan tanishtirib chiqdim. Bu hali hammasi emas, mashinalarimiz ko'p. 38 ta mashinamiz bor.
Qaysi mashina sizga ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashina bo'yicha nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Naqdga, kredit asosida har xil turdagi mashinalarimiz bor. Kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr. Kontent va qilayotgan kontentlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun like va podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat azizlar.